Bu telefon 45 FPS edi-ku. Qanday qilib 90 FPS ochyapti? Aniq aytaman, sizning ham telefoningiz kuchli, lekin PUBG da FPS juda ham past. To'g'rimi? Hammaga hello PUBG ixlosmandlari. Ko'pchilikning talab va istaklariga binoan PUBG da rostdan ishlaydigan va nastroykada ham ko'rinadigan qilib telefoningiz kuchiga qarab 90 yoki 120 FPS qo'shishni ko'rib chiqamiz. Ko'pchilik qaysi programmada qilamiz, bam bermaydimi, nimaga telefonim kuchli bo'lsa ham 45 FPS degan savollarni o'zlariga ko'p berishadi. Telefonlarda 90 FPS ochishimiz uchun bizga ikkita programma kerak bo'ladi. Bu programma 90 FPS, ya'ni Play Marketdagi 90 yozuvi bor programma, ikkinchisi Shizuku programmasi. Bilasizki, bu programma yangilanishdan keyin ishlamay qoldi, ya'ni fayllarga ruxsat bermay qoldi. Fixtool va shunga o'xshash programmalar ham faylga ruxsat so'rayapti, lekin bizning telefonimiz bunga ruxsat bermayapti. Buni ochishning ham yo'li juda ham oson. Agar telefoningiz yangilanish chastotasi, ya'ni ekran gersi 120 Hz bo'ladigan bo'lsa, sizda stabil 90 FPS ochib beradi. Redmi ishlatadiganlar bilsa kerak. Redmi telefonlarda, ya'ni Mi account hisobi bo'ladi. Ya'ni Mi hisobi. Shu 90 FPS ochish uchun albatta siz Mi account ochgan bo'lishingiz kerak yoki ochmagan bo'lsangiz, hozir o'zida ochaversangiz ham bo'laveradi. Agar yaxshiroq joylashib olgan bo'lsangiz, biz videoni boshlaymiz. Let's go. Aytgancha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Qanday qilib 90 FPS ochsam bo'ladi? Albatta bu usul sinalgan usul. Mana ko'rib turganingizdek 110% garantiya beramiz. Kanalga obuna bo'ling va videoni oxirigacha ko'ring. Mana ko'rib turganingizdek bu usulni qo'llamasdan oldingi holati bu telefonimizni o'zidan 90 FPS ocha olmaydi. Mana nastroykalarni ko'rsatamiz, grafika mana zo'rg'a 30 FPS ochyapti. O'zida zo'rg'a 30 FPS da. Mana o'sha telefonimiz Vivo. Hozirlarga hammasini bir chekkadan ko'rsatamiz. O'tkazib olmasdan oxirigacha ko'ringlar. Ketamiz o'yindan. Play Marketga kiramiz va o'sha qidiruvga 90 FPS o'zingizlar ham bilsanglar kerak. O'sha 90 FPS programmasini topamiz. Topib o'rnatib olamiz. Menda o'rnatilgan, mana open turibdi. Bundan keyingi ikkinchi programmamiz bu Shizuku programmasi. Mana ko'rganinglardek Shizuku deb yozasiz. Mana shu mushukchan rasmi turgan bo'ladi. Buni ham o'rnatganman. Shuni o'rnatib olasiz. O'rnatib olganingizdan keyin mana ilovalar orasidan Shizukuni topamiz. Mana Shizuku ichiga kiramiz. Shu yerda pairing knopkasi bor, o'shani bosamiz. Mana bunga ruxsat beramiz. Bildirishnomalarga ruxsat so'rayapti. Ruxsat berib qo'yamiz Shizuku programmasiga. Keyin qaytamizda mana bu ikkinchi developer option bosamiz. Bu dasturchi tanlamalari bu inglizchada turibdi. O'sha yerga kirasiz. Avval Wi-Fi ga ulangan bo'lishingiz kerak, internet emas, faqat Wi-Fi da turishingiz kerak. Internet o'chirasizda Wi-Fi ishlamasa ham bo'laveradi, internet ishlamasa ham prosto tak ulanib turish kerak. Dasturchi tanlamalarni chiqarish o'zingizdan bilsangiz kerak. Vivo telefonlarda mana shu joydan chiqariladi. Mana 3-4 marta bosamiz. Redmi telefonlarda bilsangiz kerak. Keyin bitta bosamiz developer options, ya'ni dasturchi tanlamalari. Ichiga kiramiz va wireless debugging, ya'ni uncha talaffuziga nima emas. USB debugging yoqamiz va wireless debugging ham yoqamiz. Ko'rganinglardek, Mi account ochmasanglar bular yoqilmaydi. Mi account ochish kerak. Обязательно. Kirasiz. Keyin pastdagi startni bosasiz. O'zidan o'zi nimalardir yozadi, kodlar. Okay bosamiz. Yana pairingga kiramiz. Yana o'shanga kiramiz. Ya'ni dasturchi tanlamalariga. Bu joyda mana Pair Device Pairing Code degan joy bo'ladi. O'zi yuqorida ana kodni kirgizish uchun joy keldi. Mana shunga kirasiz. Va mana shu
941 177 kodini yozasiz. Va yuborasiz. Mana o'rnatildi deb keldi. Shizukuga ruxsat beradi endi. Bu joydan chiqib ketamiz. Yana bitta chiqamiz va start tugmasini bosib qo'yamiz. Mana bu yerda yana kiring deyapti. Everest'da bugun o'chirib qo'ying deyapti endi. Boyaga yoqqanimizni o'chirib qo'yamiz. Ya'ni o'chirib yoqamiz. Ha, bo'ldi. Endi qaytadan kiramiz. Mana o'zimiz kodlar yozib tashadi. Bu hozir chiqib ketadi. 3 sekunddan keyin ana chiqib ketdi. Yuqoriga qaragan bo'lsangiz, o'zi Shizuku ulandi deyapti. Mana Shizuku running ishlayapti. Mana shu yerdan Shizuku 90 FPS ga ruxsat beraveramiz. Ya'ni bu rot qilish telefonga hech qanaqasi ziyoni yo'q. Prosta PUBG da ochilmagan qirralarni ochib beradi telefoningizda. 90 FPS programmasiga kiramiz va Shizuku metodni bosamiz. Undan keyin ham bu reklamalar chiqib keladi. 120 FPS ochish uchun mana videosini ko'ring deyapti YouTube'dagi. Biz ko'rmaymiz. Cancel bosamiz. 90 FPS telefon 90 FPS ko'tarar ekan. Bizi mana bosamiz 90 FPS. Yes. Bitta kirib ketadi mana internetga. Ya'ni brauzerga kirib ketyapti. Termux programmasini skachat qilish kerak ekan. Mana shu esidan chiqib qolibdi. O'sha Termux programmasini skachat qilib olasiz. Agar skachat qilmasanglar, men Telegram kanalimda o'z tayyori bor. O'zilgan Termux, ya'ni mod. Bunda hozir kodlar yozish kerak bo'lishi mumkin. Agar meni Telegram kanalimdagini topsanglar, skachat qilasizlar, ichiga bitta kirasizlar bo'ldi. Chiqib qaytadan 90 FPS ga kirib 120 FPS qo'shsanglar bo'ldi. Tak o'zidan o'zi kod yozib beradi. To'g'ri PUBG ga kirasizlar. Sizlarda stabil 90 FPS nastroykada ham ko'rinadi. Keyin bu programmalar kerak bo'lmaydi. Telefoningiz oxirigacha 90 FPS qo'llab beradi. Mana chiqib ketamiz. Bo'ldi, bitta kirib qo'ysanglar bo'ldi. Qaytadan 90 FPS programmasiga kirib, 90 FPS bosamiz, mana ketdi. Bo'ldi, mana reklama ham chiqib keldi. O'sha reklamadan chiqamiz va launch game bosamiz. Hozir natijasini ko'rasiz. Nima bo'ldi? PUBG. Bu Vivo telefon ko'pchilik odam telefoni Vivo bo'lmasligi mumkin. Agar Redmi ga desanglar, Redmi ga ham chiqarishga harakat qilaman. Agar bu usul o'xshamasa, sizlarda Telegram kanalimga kiringlar. Telegram kanalda hamma usullar, nima programmalar hammasini tashab qo'yaman. Qidirib yurmaysizlar. Mana kirdi o'yinga. Biz ko'ramiz. Telefon almashmadi. Xuddi o'zi telefonni mana nastroyga kirib ko'rsaman. Mana sizlarga 90 FPS, 30 FPS ochyotuvdi boya ko'rganinglarda 40, 60 va 90 mana xuddi o'zi o'sha telefon. Bu hech qanaqa cheat yoki ban bermaydi, bu cheat emas. Prosta tak telefoningiz ochilmagan qirrasini ochib beradi bu rot. Meni qo'llab-quvvatlab podдержка qilib kelayotgan barchaga kattakon rahmat aytmoqchiman. Sizlar bor, sizlarga Karol PUBG kanali bor. Agar videom foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos obuna bo'lish knopkasini bosib qo'ying. Biz ham 100 ga bo'lib streamlar qilishni xohlaymiz. Lekin vaqtga qarshi obunachilar unchalik kelmayapti. Agar ushbu video bir hafta ichida 2000 ta like yig'sa, keyingisi Redmi telefonda bo'ladi. Ya'ni Redmi telefonda qanday qilib 90 FPS ochishni o'rgataman. Ha, aytgancha, TDM sekretlarini ham o'rgatishga qaror qildim. Ushbu video tayyor. Agar sizlar kommentariyada qo'llab-quvvatlab chiqaring deb yozsanglar, men o'sha videoni ham chiqaraman. Ya'ni kuchsiz telefonlarda zaryad oshirish, qanaqa headshot bersa bo'ladi. Ya'ni kuchli iPhone da yoki iPad da o'ynaydigan o'yinchilarni
Androidda yutish mumkinmi? Hammasini o'rgataman. Sizlar bilan Karol PUBG kanal bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.